Xitoyga borish uchun viza kerakmi? 1-iyundan boshlab Xitoyga vizasiz bo'lgani haqida eshitgandursiz. Qaysi shaharlarga qanchaga uchish mumkin? Obuna bo'lib qo'ying, biz davom etamiz. Guanchjouga Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilishingiz mumkin. Chipta narxi bir tarafga $185 dan boshlanadi. Uyg'ur madaniyati bilan yaqindan tanishmoqchimisiz? Urumchiga marhamat. Borish uchun $215 yetarli. Tarixiy obidalari, inshootlar bilan mashhur Pekinga uchish $165. Aytgancha chiptalarni semtravel.ru saytidan istalgan manzilingizga eng qulay narxlarda topishingiz mumkin. Sayyohlar uchun eng sevimli megapolislardan bittasi bo'lgan Shanxayga uchish $232. Hanju shahrigacha $130 ga yetib olsangiz bo'ladi. Xitoy tarixini jamlagan Siangacha $263 yetarli. Chengdugacha $270, Sanya shahriga esa $250 ga uchib borsa bo'ladi. Eslatib o'tamiz, narxlar faqat bir tomonlama parvoz uchun, qaytish va mehmonxona xarajatlari hisobga olinmagan. Xitoyga qaysi shaharga bormoqchisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.